Endiki mavzuga diqqat qiling, hurmatli vatandosh. Mavzu bundaq. Prezident Trump Jungoni tanqid qildi. Amerikaning cho'ng saylamiga aralashdi. Amerikaga zaharlik, chekimlik eksport qildi deb tanqid qildi. Mavzuli xabar 8-oyning 21-kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Aqsaray. Prezident Trump yaqindan beri Rossiyaga chetishlik ishlarni tekshiruvchi Muller apandini qattiq tanqid qildi. Muller tekshiryapti. Bu to'g'rida balki kerak to'xtalishimiz mumkin vaqt yetsa vatandosh. Muller hozir Rossiyaning delosi yoki saylamga aralashdi degan deloni tekshiryapti. Shunga Prezident Trump bu yerda Rossiyani chetishlik ishlarni tekshiruvchi Mullerni tanqid qildi. Prezident o'xshashla Rossiyadan boshqa Jungo ham Amerikada cho'ng saylamga aralashdi deb bishorat berdi. Aqsarayning bexatarlik maslahatchisi John Bolton texmi ilgirlab Jungo, Iran, Choshan qatorliq davlatlar Amerikada cho'ng saylamga aralashdi deb ko'rsatdi va Jungoning zahar chekimligi opium Amerikaga kirdi deb ko'rsatdi. Rossiya, Jungo, Choshan, Iran hammasi Amerikaning cho'ng saylamiga aralashdi. Amerika matbuotlarining xabarlariga asoslanganda Muller taftish Muller rahbarligidagi alayda taftish qilg'uchi guruh Aqsarayning qonun maslahatchisi Donald McCain soatlik so'roq qildi. Prezident Trump bu 2 kundan beri Twitterda arqa-arqadan fikr qoldirib, taftish Mullerning Rossiyaga munosabatlik tekshirishni qattiq tanqid qildi. Hamda 8-oyning 18-kuni shanba kunda ko'pchilikka dediki, ko'pchilik nishonni Rossiyada yetkab Jungoga qaratinglar. Hamda 8-oyning 18-kuni Prezident Trump shanba kunida ko'pchilikka dediki, ko'pchilik nishonni Rossiyada yetkab Jungoga qaratinglar dedi. Prezident Trump Twitterda fikr qoldirib, mundaq dedi. Barliq haliqa Rossiyaga tikilib qolgan kalvala sizlar tekshirishni ikkinchi bir nishon Jungoga qaratinglar dedi. Sizlar haliqa Rossiyaga tikilib qolgan kalvala sizlar tekshirishni ikkinchi bir nishon Jungoga qaratinglar dedi. Agar bizning mingimiz sagak bo'ladigan bo'lsa, maydonimiz qat'iy, ko'nglimizni son bo'ladigan bo'lsa, eng oxiriga kelganda biz barliq davlatlar bilan xotirjam birga o'talaymiz, dedi Prezident Trump. Amerika axborot tekshirish organlari va Amerika Davlat Majlisi dokolat e'lon qilib, Rossiya 2016-yili Amerikaning cho'ng saylamiga aralashdi. Balki bu yil kuzda o'tir mezgillik saylamga aralashadi deb ko'rsatdi. G'arb dunyosida nurg'unlagan siyosiy yo'llar necha yillardan beri, jumladan Konzi instituti, Xitoy har qaysi davlatlarda qurgan Konzi instituti, shundaqla Amerikada qurilgan Konzi instituti tashkilotini o'z ichiga olgan Jungoning chet ellardagi birlashib quroli deb qaralgan va g'arb dunyosi xalqlariga Jungoning Tayvan, Tibet, Xinjiang, ya'ni mustamlika Uyg'uriston to'g'risidagi aloqador taraflarning iddiasini tarqitadi deb qaralgan yerlik muhojir tashkilotlardan foydalanib shu yerda siyosat
ve cemiyetke ta'sir ko'rsatdi deb qaralgan tashkilotlardan ansirashga başlagan edi. Dikkat vatandaş. G'arb dünyası, tekrarlayman. G'arb dünyası nurgulluğun siyasi yolla. Neçe yıllardan beri cümleden Konzi İnstituti teşkilatını öz içine algan. Jungo'nun chet ellerdeki birlik sep kuralı dep qaralgan ve G'arb dünyası halklarıga Jungo'nun Tayvan doğrusuzluk göz qarashlarını sel tushundirib, tekrarlayman cumum. Tayvan doğrusuzluk göz qarashlarını, Jungo'nun Tibet doğrusuzluk göz qarash meydanını, Jungo'nun Şinjan yani müstemlik Uyg'uriston to'g'risidagi ko'z qarash va meydanını alaqadar taraflarning ideyasini, yani Jungo'nun ideyasini, mushu to'g'ridagi ideyasini tarqitadi deb qaralgan tashkilotlar. Yerlik muhacir teşkilatlardan faydalanıp, mesela yerlik degende Amerikaga yerleşken, Xitoylar qurib olgan muhacir teşkilatlar. Ma'ni konkretroq tushundirsak, Amerikada yerleşken, Xitoylar qurgan muhacir teşkilatlardan faydalanıp, şu yerde siyaset ve cemiyetke ta'sir ko'rsatdi deb qaralgan teşkilatlardan ansirashga başlagan edi. Şundaqla men hazır Washington etrafında yaşayotgan Uyg'urlarning orasida Tung Shanhui yurttaşlar cemiyeti deydigan bir teşkilatni bor deganligini anglab qoldim. Hatta anglab qoldimmi yoki to'g'rimi bilmayman, hurmatli vatandosh. Mavu muhacir teşkilatlar, yani Xitoyning muhacir teşkilatlari ochiq bir yerda konkretroq aytsak Amerikada jasuslik faoliyati bilan shug'ullanadigan teşkilatlar. Qarang, bu teşkilatlar hazır Tibet to'g'risidagi Jungo'ning meydani ko'z qarashini, Şinjan Uyg'uriston mustamlik Uyg'uriston to'g'risidagi Jungo'ning meydani ko'z qarashini Amerika xalqiga tashviq qiladi. Cümleden Amerika, Avustraliya, Angliya qatorliq davlatlarning siyosiy yo'llari va olimlari hammasi mushundaq ansirgan edi. Boshda ash tashkilotlardan ansirgan edi. Jungo'ning aloqador matbuotlari Rossiyaning aloqador matbuotlariga o'xshash G'arb dunyosining matbuot bozoriga kirib keldi. Alashar. Jungo'ning aloqador matbuotlari G'arb dunyosiga kirib keldi. Hatta G'arb dunyosida matbuotlarni kontrol qiladigan darajaga yetib keldi. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat bexatarligi maslahatchisi John Bolton 8-oyning 19-kuni yakshanba Amerika mamlakatlik radio shirkati ABC muxbirining ziyoratini qabul qilganda mundaq ko'rsatdi. Yolg'iz Rossiya emas, yana boshqa bir qancha davlatlar Amerikada o'tkazilgan cho'ng saylamga aralashishga urindi. Men cho'qim shundaq deymanki, Jungo, Iran hamda Chaushyan hammasi Amerikada o'tkazilgan saylamga aralashdi. Bu albatta davlat bexatarligi masalasidir. Biz allaqachon to'sab qilish uchun tadbir qo'llandik. Amerikaliklar tor beti orqali Jungo'da zaharlik chikim setib olaydi. Navbatda Amerikaliklar tor beti orqali Jungo'da zaharlik chikim setib olaydi. Kichik mavzu. Bundan boshqa prezident Trump haftaning 1-kuni, ya'ni 20-kuni Jungo'ning zaharlik chekimliklari to'g'risida ogohlantirish berdi. Prezident Trump Twitter'da fikri qoldirib mundaq ko'rsatdi. Bu ish odamni g'azablantirdi. Zaharlik chekimlik, heroin bilan ximiyalik zaharlik chekimlik qo'shib yasalgan fentanyl opium, yani opium Amerikaning xalqaro pochta yo'llari orqali Jungo'dan Amerika jamiyatiga kirib keldi. Opium zaharlik chekimlik Jungo'dan Amerika jamiyatiga kirib keldi.